Bular uzun ekan, ha? 2 metrdan bular 2 metr, bular 2.30. Bular 2.30 kattasi, hali buzoqlarga ham bo'ladigan holati. Atala qozon deyiladi, atala qaynatgani chorvaga, mollarga. Mana o'rtasidan demoxod qilib turba ham qo'yib beramiz. Bular kesishlari. Mana shu tishini o'zi ancha kamyob materialdan ishlatiladi. Juda topish qiyin. Nima material bu? Tosh kesadigan arra bo'ladi, katta. Buni to'rligi bo'ladi. To'rligi ko'proq sinib ketib qolyapti. Bu svarka teksti sinib ketib qolyapti-da, shuni asosan 5ligini topish qiyin bo'lyapti. Bu hozir 5ligimi? 5lik bo'ladi. To'rlik ishlatganimiz yo'q. Somon yutadigan deyiladi bizda, somon yutadi. Bu chorvador akalarimiz uchun baloni, skuter baloni yangi, ularni konteyner ruchkasidan qilingan, zanglamaydigan. Konteyner materiali suvga, zangga juda qattiq bo'ladi, chidamli narsa bo'ladi. Konteyner mahsulotidan ishlab chiqariladigan arava, yomkis, jodu do'stlar, xullas shunaqa ustaxonaga kelganmiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan kanal admini Jahongir. Sizlar Chorva olami kanalini tomosha qilyapsizlar. Bugun biz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida joylashgan vodiylik akalarimiz kelib ishlaydigan joyga kelganmiz do'stlar. To'liq ma'lumotlarni beramiz. Bu yerda necha xil ma'lumot, narsa, mahsulotlar bor. Narxlar qanaqa? Videoni uzmasdan ko'rsanglar, ma'lumotlarga ega bo'lasizlar. Like'lar bosib qo'yinglar, kanalda mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Bizga akamiz o'zi yordam beradi. Assalomu alaykum. Charchamasizmi aka? Rahmat aka. Ismingiz nima edi aka? Muhammad Abbos. Muhammad Abbos aka. Hormang, ishingizga baraka aka. Rahmat. Xo'p, necha xil mahsulot bor bu yerda aka? Bu yerda hozir bir 20 xildan oshiq mahsulotimiz bor. 20 xildan oshiq. Hammasi konteyner mahsuloti. Konteyner materiallari. Xo'p, qaysi biridan boshlaymiz tushuntirishdagi? Bir oshdan boshlayveramiz. Bu nima aka? Suv yomkislar hozir bu 1 tonnalik, 1 tonna oshiqroq ham chiqadi. Stenasi 2lik bo'ladi. Xo'p. Choklari faqat ikkala monetlari stanokda bukilgan. To'g'ri aylanasi. 2 tomon svarka. Ha, 2 tomon svarka bo'ladi. Mana do'stlar, 2 tomon svarka. To'rtala tarafi aylana. Mana bu tomonda ham svarka bormi deyman. Ha, chokda. Oxir ulangan joy. Chok. Bu 1 tonnalik. 1 tonnalik. Asosiy nimaga ishlatadi buni aka? Buni asosan biz vodiyda hammomlar tepasiga, banyalarga zanglab chirimaydimi bu aka? Zanglab chirimaydi. Bu konteyner materiali suvga, zangga juda qattiq bo'ladi, chidamli narsa bo'ladi. Qancha garantiya beriladi bunga? Buni endi garantiyasi hali hech kimniki chirib netib ketgani yo'q shu paytda. Necha yil bo'ldi bu narsa chiqqaniga? 10 yildan oshdi, 10 yildan oshdi bo'lib qoldi. Hech kim hali aytgani yo'q. Chirib ketdi degani yo'q hali. Tushunarli. Narxi qanaqa aka buni? Narxi 1,5 million so'm donasi. 1,5 million so'm. Mana shu 1 tonnaligi. Nimalarini o'zi klient kelsa, o'ziga qarab turib teshib berilaveradi. Suv tepadan, pastdan turbalar. Turba uстановка qilish uchun. Beraveramiz. Bu kattaroq so'rasachi 2 tonnalik, 3 tonnalik. 1,5 tonnalik, 2 tonnalik, 3 tonnalik, 5 tonnaliklargacha zakaz olasiz. Zakaz qilib berilaveradi. Puli shunga qarab ketaveradi do'stlar. Hozir bu 1,5 million kami bormi aka? Ha, ozgina o'tib beramiz siz nomingizdan. Obunachilarga kelishtirib beriladi. Xo'p, endi shu yerda qanaqa mahsulot ko'rsak, konteyner mahsulot. Bu arava aka. Aravalarimiz shu polni konteyner materialdan qilingan. Baloni, skuter baloni yangi, turbalari konteyner ruchkasidan qilingan, zanglamaydigan. Bularga endi narxi qancha aka? Bular narxini 560 mingdan. 560 mingdan. 560 mingdan qilib beramiz. Ko'taraveradimi anchagina og'ir yuklarni? Bemalol aka, bular ko'taraveradi. 560 ming so'mdan do'stlar, kanalimizdan ko'rganlaringiz aytsalaringiz, yo'lida yana kelishtirib beriladi. Xo'p, bu mahsulot. Bular vazifasi nima bu? Somon yutadigan deyiladi bizda, somon yutadi. Bu chorvador akalarimiz uchun. Bu kichkinasi, u kattarog'i. Bularning stenasi 2lik bo'ladi, konteyner listdan, tom listdan qilingan bo'ladi. Xo'p. Bunaqasi 1.17 ga, bunaqasi 60 bo'ladi. Ikki xil razmerli ekan. Bunisi-chi? Buni razmeri? Buni razmeri bunaqasi 60 bo'ladi, bunaqasi menimcha 70 mi? 70 shuna atrofida, 70 atrofida. Balandligi bir xil ekan, a? Balandligi bir xil. Bular necha pul aka? Ha, bular kattalari 420 ming so'm, kichkinalari 350 ming. Yo'lida kelishtirib beriladi. Kelishtirib berilaveradi. Bularchi aka? Bular atala qozon deyiladi, atala qaynatgani chorvaga, mollarga. Mana o'rtasidan demoxod qilib turba ham qo'yib beramiz agar xohlaganlarga. Bu ham stanokda shunday bukilgan ekan, ikki tomon svarka. Bular 240 litr chiqadi mana shu kichkinasi. Nargilari
380 litr shunaqa atrofida chiqadi. Bu katta Kattaroq, ekan ha. narsa. Bular 600 ming so'm, bular 700 ming so'm kattarog'i. 600 mingga 700 ming. 700 ming shunday. Hop, mana bu trendga chiqdi aka. Ha bu Jodilar. jodilar rosa trendga chiqdi. Bular kesishlari. Mana shu tishini o'zi ancha kamyob materialdan ishlatiladi Ha, desak. juda topish qiyin. Nima buni- material bu? Tosh kesadigan arra bo'ladi, katta. Ha. Buni to'rligi bo'ladi. To'rligi ko'proq sinib ketib qolyapti. U svarka teksa sinib ketib qolyapti-da, shuni asosan 5ligini topish qiyin bo'lyapti. Bu hozir 5likmi? 5lik bo'ladi. To'rlik ishlatganimiz yo'q. Ha, bakrashgan kesib Bemalol tashladi. xohlagan salafanmi, boshqami, любой narsani kesaveradi. Bular Bular zborka nechi puldan? qilinadi, yig'imi holatda buni. Boltga kali, bemalol yengil mashinalarga ham ortib ketilaveradi. Mana bu yerdan bo'shatsa bo'lar ekan. Bo'shatsa bo'ladi. Nech pul aka? Bular 570 mingdan beryapmiz. 570 mingdan. O'choqlar bor ekan. O'choqlar har xili bor. 100 talik, 80 talik, 60 talik, 30 talik, 22 talik, 16 talik har xildan bor. Mana kichkinalar bu tarafda. Kichkinalari ham. Nech puldan nech pulgacha bular aka? Hop, Boshlanish. 250 mingdan 120 minggacha. 250 mingdan 120 mingdan 250 minggacha. Ha, shunday. Eng arzoni mana kichkinalar 120 ming. Ha, bular qalin o'sha 2 lik listdan, konteyner listdan qilinadi. Bular uncha-munchaga tugaydigan narsa emas. Orqalisi deydi, konteynerda orqalisidan tayyorlanadi. Oxirlar. O'xirlarimiz qo'y o'xirlar. Bular uzun ekan-a? Ha, 2 metrdan bular 2 metr, bular 230. Bular 230 kattasi, hali buzoqlarga ham bo'ladigan holati. Ha. Bunaqasi 42 bo'ladi, chuqurligi 20. Bular 38 ga 20 bo'ladi. 38, 19, 20. Bular ham shunaqa. 36, 37 ga 20. chuqurligi 20 ha bular. Ha. 2 metrligi 2 narxi nechi? metrliklar 340 ming. 230 liklar shu razmeri bir xil, 230 bo'ladi, uzunroq bo'ladi. Bular 370 ming beryapmiz. 370 ming. Ha, mana bu kattalarini 420 mingdan beryapmiz. Endi bu katta mollarga ham bo'laveram deyman-a. Katta mollarga emas, buzoqlarga, kichikroq mollarga. Kichikroq buzoqlarga. Hozir bunaqasi 63. Hozir 63 ga 30 bular. Chuqurligi 30 mi? Chuqurligi 30, bunaqasi 63. 63, uzunligichi? Uzunligi 230 bo'ladi. 230. Ha? Bular narxi 550 mingdan. 550 mingdan. Tayyor holat. Aha. Yarim tayyor holatlari ham bor, yasash jarayoni. Hormazlar, assalomu alaykum. Bitta o'sha ana mol o'xirlarida yarim tayyor holati. Ikkala yoni yopilmagan, oyoq qo'yilmagan, lekin bir tomoni 2 marta qayriladi, bir tomoni 1 marta qayriladi. Nimaga? Mana 2 marta qayrilgan tomonda mol turadi. Ha. Bo'ynini qirqmaslikka 2 marta qayriladi. Ha. Ularda 370 ming beryapmiz yarim tayyor holatini. O'zlari yasab oladimi? O'zlari, endi bu narsa ko'proq uzun molxonalarga-da 20 metr, 30 metr deydi, bir-biriga ulab ketgan tayyorni olishmaydi. Sabab bir-biriga kiygizib ulab ketishadi, oxirida yopadi. Tushunarli. Yopadigan listlarni ham o'zimiz kesib beramiz. Bular 260 dan hozir hammasi, bular 230 liklari ham bo'ladi. 260 dan do'stlar. Bular ham sotiladimi yo Bular o'zlaringiz sotiladi. ishlatasizlarmi? Ishlatamiz ham, sotiladi ham. Nech puldan bular endi? Bular 75 mingdan Mana bu 6 ga 4, 75 ming. 55 mingdan 4 ga 4, Ha? 35 mingdan 9 lik deyiladi. Sesi ham shunaqa. 30 ming so'm mana buni. Bular 260 dan hammasi, donaga aytilgan narxlar. Tushunarli. Osilib ko'raymi? Osiling ham bitta. Va mana ketdi. Bemalol Ko'taraveradi. Burusi ham bor. Bunaqa ishga ham zakaz olaverasiz. Ha, bularni ham qilib beraveramiz. Tagi endi qotirib qo'yish kerak sementga. Tagini qotirib qo'ysa ham bo'ladi. Ko'msa ham bo'ladi. Ko'mib qo'ysa ham, bironta armatura qoqib baylab qo'ysa ham bo'ladi sim bilan. Bu qanaqa endi narxi? Narxi bular 1 milliondan qiziqishga. tushadi. O'zi qiziqishga yasaganman o'zim uchun. Ha. Nima aka? Narvona, hali 4 ga 4 dan qilingan narvonda. 4 ga 4. Necha metr bu? Hozir mana shu holati 480. 480. Necha pul endi bu narvon aka? Bular 600 ming chiqadi donasi. 600 ming. Tayyor. Yengilni ko'rayotgandik fermani. Mana ichki tomondan ham ko'rib ketamiz. Anchagina og'ir ekan. Og'ir bu. Qalin listdan bo'ladi-da, qalin narsadan bo'ladi. Buni vazifasi aka? Vazifasi asosan yer hayvonlarga,
keyin mana bu regil ishlaydigan joylarga ishlanadi. Ha. Bu nechi pul aka? Doktabr o'rniga ishlatiladigan material. Narxi Buni metri 220 mingdan. 220 mingdan Metri. Bu fermalarchi aka? Ikki xili bor ekan hozir bu yerda. Firmalar 3 xil bor. 3 xil. Nari yoqda ham bor. Tom yopish uchun, ha, bular Tom asosan. yopish, hammasi. Endi hozir internetda ko'ryapmiz, ustunsiz tom yopish, shu narsani qilib beraverasizlar, Ha, bo'lmasa. qilib beramiz. Necha metrgacha ustunsiz bo'ladi? 25-30 metrgacha bez ustun yopib beraman. 25 metrdan 30 metrgacha hech qanaqa stoyka ustun bo'lmaydi, do'stlar. Mana bu Bu ingichkaroq ekan. ha, bunimiz 6 metrgacha bo'lgan joylarda ustunsiz shunday yopib beramiz. Magazin tomlari, yeroyonlar, shunaqangi joylarga bemalol ishlayveradi. Ha, mana bu misol zapravkaning tepasiga o'xshagan joylar, ha? Shunaqa joylarga ishlayveradi bemalol. Nechi pul bular endi? Metrimi, Bular kvadratimi? mana bulari metr 75 mingdan, Metr 75 ming. kichkinasi. Aha. Mana busi bor 100 mingdan, bu 9 likdan qilingan. Bular 8 metr, 9 metrgacha ustunsiz yopib bu bemalol javob beraveramiz. Mana bulari bor. Oltiga to'rtdan qilinadi, ichiga to'rtga to'rt qilinadi. Bular 12 metr, 13 metrgacha bemalol ustunsiz garantiya beramiz. Zo'r. Endi bular qanaqa og'ir ko'tara oladimi? Tom yopishyapti aka. Bemalol ko'tara oladi. Necha kilogrammgacha ko'taradi, masalan, mana shu ingichkasini o'zi? Mana shu ingichkasini kecha biz o'zimiz prova qilib chiqib ko'rdik. Aha. 2 kishi chiqdik. 170 kilo bitta joyga chiqdik. Aha. 1 milli ham egilmadi lekin. Umuman qayrilmadi. Yo'q, qimillamadi umuman. Zo'r gap yo'q. Buchi narvonchi? Narvonni 2 kishi chiqdik. Bitta 130 kilolarni chiqardim, keyin o'zim ham osilib ko'rdim. Ko'tardi bemalol. Tom yopish narxi o'rtacha hozir 130 mingdan holatiga qarab 300 minggacha kvadrat tushyapti. Bizdan hamma temir materiallari, ustanovkalari bo'lyapti. O'sha uyda egasidan faqat tunikasi, samarasini olib beryapti. Reykalari. Shipir bo'lsa shipir. Shipir qoqsa ham bo'ladimi? Shipir qoqsa ham bo'ladi. Shipir ham qoqib. Tunika, shipir. Ular bepul bo'ladimi qoqib berish? O'sha nimalarning ichida-da endi dogovor qilamiz. Xohlasa firmalarning o'zini to'qib beramiz. Metr be. Hammasini metr be to'qib beramiz. Boshqa usta qotirib bersa ham bo'ladi. Xohlasa ichida qilib hamma narsasini bitirib ham beraveramiz. Kelishuvga qarab. Bir xil joylarda endi qurtlar bor, yog'och yeydigan. Shundan yopishyapti. Bari qiziqib so'raydi. Bo'lmasam nomeringizga aloqa chiqaradi aka. Ma'lumotlar uchun rahmat. Ishlaringizga omad. Sog' bo'ling. Manzilni yana bir marta eslatib ketaman. Qarshi shahardan kelishda mana shu 1 kilometrdan chamasi o'tganlaringizda mol bozor bor. 1 kilometrdan keyin mana shunaqa joy keladi do'stlar. Hozircha hech qanaqa yozuv yo'q. Mana shu ko'chada mahsulotlar turadi. Bu taraf G'uzorga ketish yo'li. Hammalaringizni kutib qolamiz. Pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar, lokatsiya tashlab beriladi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat do'stlar.